Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum ustoz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Ha, Hozir shamollagan emas, shu ovozim sal boshqacha chiqishi mumkin. Vaqtida. Xo'p, shu aniqmas integral temasiga misol bilan ishlaymiz. Inshaalloh temamiz ham o'zi ko'rsizlar, aniqmas integral hisoblash usullari. Bular bu yerda amaliyot mana shu kitobcha Xemsda bor bu. Xemsda qo'yilgan. Shu ana shuni demak topshiriqlari ham bor buni. O'shani bajarib qo'yaveringlar. Keyinchalik keyingi haftalardan so'rash boshlaymiz. Unda mana juda ozgina nazariy ma'lumot berilgan. Nazariy ma'lumot. Ta'riflar ham berilgan. Mana integral hisoblash xossalari berilgan mana. O'shani hammasini leksiyada aytib o'tgan edik mana. O'shani integralni bu xossalarini bilish kerak. Integrallar jadvali mana berilgan mana bu yerda eng ko'p ishlatiladigan mana birinchisi deydi, birinchisini eng ko'p ishlatamiz mana shuni. Mana shuni ishlatamiz. Hop, mana formula ko'p ishlatiladigan formuladan bittasi. Darajali funksiya integral deyiladi mana. X darajasi n pastda bo'larkan, darajasi oshar ekan. Ana bu hosilasi masalan shu tomonni hosilasi mana ana funksiyaga tenglashishi kerak. Tashlaganimizda. Mana buni hosilasi mana shu funksiyani hosilasini olsak, mana bunga tenglashishi kerak. Faqat shunga teng bo'ladi. Demak, bu n minus bga teng emasligi shart qo'yilgan. Buni hisoblash kerak. Bularni hammasini misol ishlash davomida biz ko'ramiz mana mana shu yerda berilgan mana misollarda foydalanamiz mana shularni. Keyin usullari mana oddiy usullardan mana birinchisi yoyib hisoblash usuli. Usullardan nimaga ketyapti? Buni hozir biz misollar ishlaymiz. Demak, birinchi misol har qaysi nimadan paragrafdan bittadan misol ishlaymiz. Bittadan. Mana masalan deylik, oddiyroq bo'lsa, mayli oddiyroqdan boshlaymiz. Oddiyroqdan boshlaymiz. Nima qilamiz? Buni alohida olaylik yoqqa. To'rttasini olamiz, bittasini ishlaymiz. Mana shu tanladim hozir. Demak, ana shu integralni masalan deylik 1000 yoyish usuli haqida gap ketyapti. Demak, birinchisi shulardan biri bu yoyish usuli. Buni nazariy jihatdan oladigan bo'lsak, agar integral ostida funksiyalarni yig'indisi ko'rinishda bo'lsa, plus f n x mana bu integral ko'rinishda bo'lsa, mana yig'indilar ko'rinishda bo'lsa, demak, biz buni har birini bitta integral qilib yozishimiz mumkin ekan. Integral f1 x dx plus va hokazo plus integral fn x dx ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Shundan foydalanamiz. Mana birinchi misolda shuni o'zi bo'lyapti. Mana bu yerda ham demak, buni shunday kasrdan foydalanib yozamiz. Bu yerda ham shunday ish qilamiz. Mana bu yerda ham shunday ish qilinadi. Yana 1238 ishlaydi. Bu osongina chiqadi mana. Bu 1238. Mana demak integral x kvadrat plus 1 kvadrati ekan. Bo'lingan x dx. Hop, endi buni integral deymiz. Xo'sh, mana endi buni biz kasrni xossasidan va demak ana qisqa ko'paytirish formulasidan quyidagi ko'rinishda suratini yozishimiz mumkin ekan mana. Demak, a plus b ni kvadrati, demak, birinchisini kvadrati, x kvadratning kvadrati, x ning darajasi nima bo'ladi? Plyus ikkilanganligi
x kvadrat bilan ko'paytiramiz, 1 2x kvadrat va shuni ikkilangani 2x kvadrat bo'ladi. Mana 2x kvadrat plus ikkinchisini kvadrati 1 ni kvadrati 1 bo'ladi. X barobar yana integral. Hozir almashtirish bajaramiz. Hozir integral bajaramiz. Albatta bir dx bo'lishi kerak. Dx integral bo'lmaydi. Xo'p, mana endi buni dx mana endi kasrni xossasidan demak bitta mahraj berilgan bo'lsa, demak 3 ta kasrga ajraladi, to'g'rimi? Demak birinchi kasrimiz demak birinchi marta yozsam, ikkinchi marta ozod bajarsa ham bo'ladi. X darajasida 4 bo'lgan nima? X ni qavs ichida yozaylik hozircha. Plus 2x kvadrat bo'lgan nima? X kub plus 1 taqsim nima? X ni nimasi kubi. Qavsni yapamiz nima? Dx bo'lyapti. Barobar. Ana endi ana bu xossaga asosan, yo'yish usuliga asosan, demak bu 3 ta integrallarning yig'indisi bo'ladi. Birinchisi bo'ladi. O'sha endi soddalashadiganini soddalashtirishimiz kerak. Mana endi bu yerda biz darajalarni xossalardan foydalanishni o'rtalab o'tganmisizlar. Buni daraja xossasi masalan mana bunaqa edi. A bilan o'rgangansizlar edi. Masalan a m bo'lingan a m bo'lsa bo'lingan bo'ladi masalan. Nima edi bu? A m minus n. Mana to'rtinchi darajasi maxsus darajasini bo'lish deganimiz mana bo'lish. Mana shuni yozilar ekan. Yoki masalan a m ko'paytirilgan a n bo'lsa, bu demak qo'shilar ekan daraja ko'rsatkichlarda. Bu xossalarni qo'shish kerak. Bo'lishi demak ayriladi, qo'shiladi. Mana shuni demak masalan bo'lishni 4 dan ayiramiz ekan, to'g'rimi? 4 minus 3 1 bo'ladi. Ya'ni x bo'lar ekan. X nima bo'lar ekan? Dx bo'ladi. Birinchi integralimiz. Ikkinchi integralimiz. Xo'p. İkinci integralimiz demek x kvadratdan 2 minus 3 ayriladi. To'g'rimi? Demak bu ham bo'ladi x darajasi minus 1. Yoki buni 2 taqsim qilib yozamiz. X deb yozamiz, to'g'rimi? Minus 1 darajasi yana bitta narsani hisoblashga, demak a n bu yoziladi 1 bo'lingan a darajasida minus n yoki a darajasida minus n deganimiz bu 1 taqsim nima? A darajasi n. Bu xossalarni nima qilish kerak? Bilib qo'yish kerak. Xo'p, ana bu shunday bo'ladi. Endi bu yerda nima bo'ladi? Dx albatta bo'ladi bu yerda. Plus endi nima bo'ladi bu? X darajasida integral x darajasida minus 3 yoki hozircha mayli yozib qo'yaylik. Bir taqsim x deb yozib qo'yaylikmi? Demak integral bir taqsim x ni kubiga yozib qo'yaylikcha, keyin jadvaldan foydalanamiz. Ana endi biz jadval integralga olib keladigan integralga keldik. Mana endi bitta integraldan birinchi integral bu yuqorida ana bu integraldan foydalanamiz. Birinchi integral qanday edi? Ana bu xossadan foydalanamiz. Mana birinchi formuladan foydalanamiz. Birinchi formuladan foydalansak nima bo'ladi? Aytamiz. Hop, demak x darajasi n edi. Integral mana bu qayerda yozib qo'yamiz? Ana bu formuladan foydalanishimiz kerak. X darajasida m edi. Dx bo'lsa bu x darajasida m plus 1 taqsim m plus 1 plus c edi. Mana shundan foydalanadigan bo'lsa, demak m bizda endi 1 ga teng. X darajasi 1 deb qaralashimiz mumkin. Bir bo'lsa demak bu x darajasi 1 plus 1 demak x kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Kasrchilari x kvadrat mahraji nima bo'ladi? 2 bo'ladi. M plus 1 to'g'ri? Plus endi ana bu o'sha formada demak shart qo'yishimiz kerak. M x teng emas minus 1 ga. Minus 1 ga teng bo'lganda nima bo'ladi bu? Minus 1 ga teng bo'lganda yana o'sha yerga murojaat qiladigan bo'lsak, ana ikkinchi formula ekan.
minus birga teng bo'lsa, demak, logaritmikga teng bo'lar ekan. Logaritmikga. Nimadir? Qarang, nimadir chiqdi. Mana demak, mana bu nima teng bo'lar ekan? Logaritmikga teng bo'lsa, demak, 2 natural logaritm x bo'lar ekan. Plus. Ana endi mana bu yerda endi bu m minus birga teng bo'lmaganda, demak, bu endi bu yerda nima bo'ladi endi? Ana bunga asosan bittasi minus darajasi bo'lar ekan. Demak, bu deganimiz x darajasida minus 3 ekan. Mana bu yozamiz. Bundan foydalanadigan bo'lsak, endi yana o'sha formadan foydalanib, m minus 3 ga teng bo'lsa, minus 3 plus 1. Ya'ni bu suratiga bo'ladi. X darajasida minus 3 plus 1 yozib o'tirmaymiz. Minus 3 yana plus 1. Mahrajdan bu minus 3 yana plus 1 bo'ladi. Mana ko'ryapmiz, demak, ana shunga teng bo'ldi. Demak, aytgan yozuv usulida arab integrali har biriga bittadan c qo'shilmaydida, oxirida umumiy qilib bitta c qo'shiladi. Katta c soddalashadigan soddalashtiramiz. Demak, nima bo'ladi bu? X kvadrat taqsim 2 plus 2 logaritm natural logaritm x minus ishora minus 2 bo'ladi. Ishora oldinga minus ta'sir qiladi. Xo'p, bu yerda nima bo'lar ekan endi? 2 bo'ladi. Mana minus 2 bo'ladi. 2 minus bu yoqqa chiqdi. Xo'p, ana endi bu minus x rest minus 2. O'sha demak, ana bunday qilib yozishimiz mumkin ekan. Fakrasi tushirib yozishimiz mumkin ekan. Demak, bu x ning kvadrati bo'ladi. Bu nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Nechta bo'ladi? Mana nima bo'ladi bizda? Javob. Javob ana shu bo'ladi. Mana shunaqa qilib hisoblanadi. Bu demak, yozish usuli edi. Mana integraldan kichkina integrallarga yoyib, jadval integraldan foydalandik. Hop, mana shunaqa hisoblanadi. Hammasi mayli. Qo'shini ana. Hop. Endi ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usul bu demak, o'zgaruvchini almashtirish. Ya'ni berilgan integralni yangi o'zgaruvchi kiritib, biz uni jadval integralga yaqin, o'sha jadval integralga olib kelar ekanmiz. Shunday qilib olib kelamiz. Buning uchun demak, mana bu yerda nazarasi berilgan o'zingiz o'qib olasizlar, xulosa bor sizda. X barobar phi t, keyin yangi o'zgarishga o'tamiz. T yangi o'zgarish kiritilyapti. Tga nisbatan mana bunaqa integral hosil bo'ladi. Mana shu integral sodda integral yoki jadval ko'rinishida keladi. Shunday demak hisoblangan. Masalan, deylik, qaysi birini hisoblaymiz? Ana shu yerdan olamiz. Ana shu yerdan olamiz. Mana shu kattasini olaylik, bittasini ishlaymiz. Ana shuni olamiz. Hop, bitdik. Yangi ochaylik. Hop, bildik. Ana, demak, endi mana deylik,
Mana boshlaydi. Mana boshlaymiz. Hop, buni ishlasagan bo'ladi farqi. Demak, quyidagicha ishlarni amalga oshirib o'tamiz. Demak, biz integral dx bo'lingan kvadrat yuzasida 3 minus 2x. Xo'sh, buni qarasak, o'sha jadval integrallarga qarasak, birontasiga o'xshamaydi. Buni demak o'shanga olib kelish kerak. Buning uchun biz quyidagicha ish qilamiz. Ya'ni yangi o'zgarish kiritamiz. Mana shu ildizdan qutulishimiz kerak. Mana shu ildizdan qutulishimiz uchun biz oradagi ish bajaramiz. Demak, x yo'q. Ildiz ostidagi ifodani ildizdan chiqish uchun qanaqadir t kvadrat bilan belgilaymiz. Ya'ni 3 minus 2x ni t kvadrat desak, amalga keltirib qo'ysak t chiqadi, to'g'rimi? Buni belgilaymiz. Endi biz qayerda x bo'lsa, mana bu integralda ya'ni t bilan almashtirishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerdan x ni topamizda, keyin buni o'rniga buni qo'yamiz. dx ni topishimiz kerak. dx topishimiz uchun demak biz x ni topishimiz kerak. Bu uchun buni qilamiz. Demak, bundan x ni topadigan bo'lsak, minus 2x teng bo'ladi t kvadrat minus 3 yoki x teng bo'lar ekan minus 1/2, shundaymi? Qavs ichida t kvadrat minus 3. Ana endi bu yerda mana buni o'rniga, ana buni o'rniga demak, ana buni o'rniga buni qo'yamiz. dx ni o'rnini topishimiz, dx topishimiz kerak ekan. dx topsak, dx barobar ikkala tomonni differensial olsak, dx barobar demak, mana bundan hosillar ko'paytirilgan dt bo'ladi. Ya'ni minus 1/2 t kvadrat minus 3 dan hosila ko'paytirilgan dt. Demak, hosilasini olsak, buni hosilasini sizga o'tgan semestrdan o'rgan, yo'q, oldingi darsimizda shunaqa hosilani o'tganmiz. Demak, hosilasini olsak, demak bu 2t, mana 2 bilan 2 qisqaradi, minus t, buni hosilasi 0 bo'ladi. Minus t t bo'ladi. Tushunarli mana shu. Mana bu demak, minus 1/2. Mana hosilasi, demak, buni hosilasi 2t, shundaymi? Buni hosilasi 0. Nima bo'ladi demak? 2 bilan 2 qisqaradi, nima bo'ladi? Minus t bilan minus t yoziladi. Demak, ana endi dx o'rniga buni yozamiz. Mana buni o'rniga nima yozamiz? Xo'sh, buni o'rniga yozamiz. Ana shu t kvadratni. Demak, mana bunday yopamiz. Mana bu vertikalcha ichida hamma almashtirishlar o'shada bajariladi. Barobar. Yangi o'zgarish o'tdik. Mana endi yozamiz. dx o'rniga minus t dt. Shundaymi? Xo'sh. Ildiz ana bu 3 minus 2x bu t kvadrat teng bo'lsa, ildizdan t chiqar ekan. Barobar. Ana endi mana bu t bilan t qisqaradi. Nima qoladi? Minus qolar ekan. Minus. Xo'sh, bu hammasi ketib 1 qolar ekan. Demak, bu nima bo'lar ekan? T dt ekan. Xo'sh, endi buni integrali demak, bu ham demak o'sha birinchi formulaga keladi. Agar bunaqa 1 turgan bo'lsa, 1 deganimiz mana integral ostida 1 dt da masalan. Bu deganimiz bu t darajasi 0 dt. Ammo teng bo'lsa, 1 qo'shsak t bo'lar ekan. Barobar minus t plus nima ekan? T. Endi biz yangi o'zgaruvchi edi, biz eski o'zgaruvchiga qaytishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerdan t ni topishimiz kerak. Ya'ni t barobar, to'g'rimi? Ildizdan necha teng bo'ladi? 3 minus 2x ga teng bo'ladi. Mana t ni topsak, biz chiqaramizda. Demak, bu nimaga teng bo'lar ekan? Barobar minus 3 minus 2x plus c. Ana bu demak javobi bo'ladi. Demak, mana buni hosil olsak, tekshirib ko'rmadik, mana tekshirib ko'raylik. Mana shuni hosilasini olsak, mana shu funksiya hosilasini olsak, biz mana bu ya'ni 1 taqsim ildizda 3 minus 2x ga kelishimiz kerak. Mana buni hosilasi shunga tengmi olib ko'ramiz. Demak, bundan hosilasi olamiz. Boshlang'ich hosilasi minus
3 minus 2x plus albatta bor. Sen hozir demak bu yerda minus keladi. Darajani hosilasi demak bu 1 taqsim 2 shuni o'zi 3 minus 2x keladi. Endi ichidan hosilashimiz kerak. Yana 3 minus 2x dan tashkil olishimiz kerak. Minus bilan hozir demak bu endi ham teng bo'ladi. Buni hosilasi mana 0, buni hosilasi minus 2. Minus 2 bo'ladi mana bunda. Bo'lingan yana 2 bo'ladi. Burada bilan 3 minus 2x bo'ladi. Demak, ana bu 2 bilan bu plus bo'ladi, plus bo'ladi-da. Undan keyin ana bu plus qo'ysak ham bo'ladi. Buni qisqartirsak nima qoladi? 1 taqsim 3 minus 2x qoladi. Ana shunaqa qilib demak biz ikkinchi demak o'zgarishni almashtirish usuli orqali demak biz ishladik. Yana buni bu ham xuddi shunday bo'ladi. Endi bu yerda masalan 1270 da buni tushuntirib ketaman. Demak, mana bu integralda, mana bunda demak bunday qilishimiz mumkin. 5 minus 6x ni t'ning bizdan qutulishimiz uchun t'ni kubi desak, mana bu yerda t'dan nima t chiqadi, to'g'rimi? Demak, bundan keyin x ni topasiz. X ni topsangiz bir taqsim minus 6 bo'ladi, to'g'rimi? Bir taqsim minus 6. T taqsim minus 5 ham keladi. dx topsangiz dx barobar bo'ladi. Shuni minus qisqaradi buni demak 3 bir taqsim 2 minus ishora bor. T kvadrat nima? O'ta bo'ladi. Mana shunga teng. Agar keltirib qo'yasiz, mana integral bo'ladi, mana t bo'ladi, mana t qo'ysak, t qo'ysak, t bo'ladi. Endi bu yerda bo'ladi nima? Minus 1 taqsim 2 o'zgarmasi chiqarib yuborsak ham bo'ladi. Mana bu javobiga buni ishlayapmiz. Xo'p, demak, dx o'rniga mana qo'yamiz. Minus 1 taqsim 2 chiqdi. T'ni t kvadrat t bo'ladi. Xo'p, demak, bu ham teng bo'lar ekan. Minus 1 taqsim 2 t kub bo'ladi. Bu t darajasida 4 taqsim 4 ekan. Okey? Sen oxiriga sen bo'ladi. Demak, minus t darajasida 4 taqsim 8. Ana endi biz eski o'zgarishga qaytishimiz kerak. Ana bu yerdan t'ni topamiz. T nima teng bo'ladi? Mana ijosida 5 minus 6x teng. Buni ketib qo'yamiz. Oxirgi natija mana bu yerda yasagan bo'ladi. Yozamiz. Oxirgi natija t darajasida 4 taqsim 8 mi? T darajasida 4 taqsim 8 bo'lsa, buni yozamiz. Minus 5 minus 6 5 minus 6x ning demak bu 4-chi daraja ochilsa demak 4 taqsim 3 bo'ladi. Bu yerda nima bo'ladi? 8 bo'ladi. Ishmi? Mana bu javob bo'ladi. Agarki buni yozadigan bo'lsak, minus 1 taqsim 8 qavs ichida 4 kub ildiz 5 minus 6x ning 4-chi darajasi anamdan qo'yib yozsak ham bo'ladi. Anamdan qo'ysak ham bo'ladi. Javob. Mana shunaqa yechiladi bu. Keyingi usulimiz demak jadvalni keltirish uchun ko'pincha almashtirish bajaramiz. Masalan, mana integrallarni misollarni olib ko'ramiz. Mana masalan yerdagi xo'sh, kelinglar mayli. Jadval integralga olib kelish usullaridan yana bittasi bu
almashtirishni, o'sha almashtirish bajarishi. Masalan, bu yerda o'shani keyin mana shuni olamiz. Bittadan olaylik. Mayli, jo'raman oldim. Xo'sh, hop, keyinchisiga o'tamiz. Mana misollarni ko'raylik. Bu yerda demak, birontasi to'g'ridan to'g'ri nimaga kelmaydi. Jadval integraliga kelmaydi. Buning uchun demak biz uni keltirishimiz kerak. Mana masalan 1327 ni ishlaydigan bo'lsak, bungacha bo'lishi mumkin. Demak, integral dx minusda 4 minus x kvadrat. Mana 4 minus x kvadrat. Hop, endi bu yerga o'xshash integrallar ko'ramiz. Yana nima qaytaylik? Shu ma'lumotlarga qaytaylik. Mana shu yerda qarasak, demak 4 minus x kvadrat bo'lmoqchimiz. Formulaga. 4 minus x kvadrat. Endi bunaqa formula, o'xshash formula bormi? Ko'ramiz. Ana bor ekan. 4 minus x kvadrat. Ana bu yerda agarda biz mana buni mana bu formulaga 14-formulaga olib kelishimiz mumkin. 14-formulaga olib kelishimiz mumkin. 14-formulaga olib kelamiz. Ya'ni ana shu integraldan foydalanamiz. Ya'ni biz ana bu integral 1 taqsim a kvadrat minus x kvadrat a kvadrat minus x kvadrat bu teng ekan arc sinus x taqsimga a ga etadi. Hop. Demak, shunga teng etadi. Shundan foydalanamiz. Demak, mana bu yerda a bo'lsa, demak mana bu yerda x taqsim a, ya'ni a kvadrat bo'lishi kerak ekan. Demak, bizda a kvadrat ichiga teng emasligini demak, nima bilan ekan bu? A teng ekan ichiga 4ga. 4ga teng ekan. Oddiygina bunga kelyapti. Integral albatta buni dx bor. Integral demak yozamiz. Dx taqsim 2 kvadrati minus x kvadrat barobar demak arc sinus x taqsim nechi bilan ekan endi 2 plus javob beradi. Ana shunaqa oddiygina mana bu ham xuddi shuni aytiladi mana. Demak, endi bu boshqa formula bu. Bu boshqa formula. Buni ko'ramiz. Bu formula qanaqa formula? Demak, formulani ko'ramiz mana. Bu formulani ko'radigan bo'lsak, ana 15-formula ekan bu. 15-formula ekan. 15-formulani oladigan bo'lsak, buni ham olib olaylik o'sha yoqqa. 3ta formula yoqqa olib olaylik. Ana bu formuladan demak foydalanamiz endi. Ana buni ishlatishimiz uchun demak ana bu yerda plus minus turibdi. Ana formuladan foydalansak bo'ladi endi. Demak, bu yerda a 2 ga teng, endi bu yerda logaritmi mana bunda bo'ladi. Masalan, 29 degan bo'lsa, quyidagicha ishlashimiz mumkin ekan. Integral dx taqsim dx kvadrat minus 4. Demak, mana bu integral ana bunga olib keladigan bo'lsak, demak bu yerda minus integralamizda, to'g'rimi? Minus integralsa minus bo'ladi. Demak, buni ham teng bo'ladi. Logaritm modul x plus kvadrat yuzasidan x kvadrat minus a emas endi bu x kvadrat minus 4 bo'ladi. 4. A kvadrat 4 ga teng. A kvadrat 4 ga mana shunday bo'ladi. Nima ekan? C. Mana shunaqa ishlanadi. Qolganlari ham xuddi shunday ishlasa bo'ladi. Endi integralni ko'rdik. Endi
keyingi misollarga o'tadigan bo'lsak, bundan keyingisi mana xo'sh, albatta usullardan bittasi bu differensial belgisi ostiga kiritish usuli bor. Buni ko'raylik. Bunaqa turdagi integrallarni ko'rdik. Endi buni bo'laklab integrallashni ko'rishimiz kerak. Bo'laklab integrallash bu eng kuchli usullardan biri. Bu demak, bu yerda mana integral formadan foydalanamiz. Buni olib o'tamiz misollar bilan. Misollar bilan olib o'tamiz. Misollar bilan olib o'tadigan bo'lsak, misollar bilan olib o'tamiz. Bo'laklab integrallash endi. Formulasi mana keltirilgan. Tepadagi integral bo'laklar. Demak, u dv, u ko'paytirilgan v dv ekan. Ana ko'rsatgan integrallarda biz bo'laklar integrallashni xohlasak bo'ladi. Xohlaymiz mana. Masalan, deylik, mana bu birinchisidan oddiyginasi mana shuni olamiz. Bo'ladigan bo'lsak, demak biz buydagi integralni hisoblashimiz kerak ekan. Integral natural logaritm x dx barobar. Endi almashtirishlarni mana bu yerda bajaramiz, vertikal chiziq chizamizda, shuning ichida ham qo'shimcha yordamchi ishlarni bajaramizda, keyin davom etib ketamiz. Xo'p, ana endi demak ana u dv ekan. Demak, qaysi birini demak uda borishimiz kerak, qaysi birini uda borishimiz kerak ekan, dvda borishimiz kerak. Demak, biz agarda biz u barobar logaritm x desak, ana buni u desak, ana buni u desak, nima nima bo'lar ekan? Dx deb bo'lar ekan. Xo'sh, dv nima teng bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan dx ga teng bo'ladi. Mana bo'lakladi mana. Mana bu integralni bo'lakladi mana. Ko'paytmani u ana buni u deb oldik. Mana u deb oldik mana bu. Shuni nima deb oldik? dv deb oldik. Ya'ni u deb oldik, bu dv deb oldik. Ana shunaqa bo'laklash integralni mana shu g'oyasi mana shundan iborat. Endi mana bu ikkinchi integralga o'tishimiz uchun demak v ni topishimiz kerak ekan, d ni topishimiz kerak ekan. V ni topishimiz kerak ekan va d ni o'tishimiz uchun. Buning uchun demak ana buni differensiallaymiz ekan. du differensiallasak, demak bir taqsim agar bu x ni hosilasi bir taqsim x bo'ladi, mana dx bo'ladi ekan. Xo'p, ana endi bu yerdan v ni topadigan bo'lsak, demak buni integrallash kerak. Ana bu deganimiz ana integrallash og'zaki chiqadigan integral bor. Integrallasak nima bo'lar ekan bu? V teng bo'lar ekan nimaga? X ga. Buni yopamiz. Yordamchilarni bajardi. Endi ana bu formulaga asosan u ko'paytirilgan v. Demak, ana bu ko'paytirilgan bu ekan. Ana x ko'paytirilgan logaritm x bo'lar ekan. Minus ana bu minus formula. V du. V nimaga teng bizda? V mana x ga teng ekan. Du nimaga teng ekan? Bir taqsim x dx ga teng ekan. Barobar. Mana faqat misolni qilamiz. Ana bu x ko'paytirilgan bu x bilan ana bu x bilan dx chiqaradi. Suratda mahrajda nima qoladi demak, yozamiz. Shu bo'lsa, demak bu birinchi o'zi kelaveradi. X minus mana buni bir qolyapti mana. Dx qolyapti, bir. Yoki x logaritm x minus buni integrali bu yuqoridagicha x ga teng bo'ladi. Yoki plus c deb qo'yamiz. Yoki demak x ni chiqarsak x plus 1 ko'paytirilgan natural logaritm ekan, x plus ekan. Bizdan boshqa qilib bo'ladi. Bu yerda hammasi
mana bu ham xuddi shunday u barobar x deymiz mana birinchi bunisi ham demak endi xuddi shunday masalan har bir uchun alohida mayli konsultatsiya berib o'tay mana 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 bu integralda u barobar mana o'sha logaritm x minus 1 deb olasiz deydi. dv barobar bo'ladi dx beradi. Demak dv o'shanga teng bo'ladi bir taqsim x minus 1 dx ga v teng bo'ladi mana x ga teng bo'ladi. Yoki mana bunda 366dan minimal shashilish mumkin. 66 ichadigan bo'lsak xohlasangiz yana yarim soat to'llansak qanday deysizlar, nima deysizlar? Vaqtlaringiz bormi? Vaqtlaringiz o'sha dars o'tishimiz kerak. Hop, mana endi mana masalan mana buni ishlaymoqchiman. Yana xuddi shunday integral x arctangens x deymiz. Demak, bu yerdan endi u barobar deyman arctangens x deyman. Qolganini nima deyman? dv deyman. dv barobar nima? x dx qoladimi? To'g'ri. Mana bittasi ketsa x dx dv bo'ladi. Demak, dv nimaga teng bo'ladi endi? dv teng bo'ladi 1 taqsim x kvadrat plus 1 dx ga, to'g'rimi? V teng bo'ladi nimaga? X kvadrat taqsim 2. Buni boshlang'ich funksiyasi x kvadrat taqsim 2. Mana shunday bo'ladi. Demak, formulaga qo'yadigan bo'lsak, demak bunday bo'ladi. Mana u o'sha demak x kvadrat taqsim 2 arctangens x bilan ko'payadi. Minus v de u v bo'lsa demak mana bu bir taqsim 2 chiqarib qo'ysak nima bo'ladi? X kvadrat ko'paytirilgan nima bir taqsim x kvadrat minus 1 dx bilan barobar. Endi buni o'zi kelaveradi. Mana bu yerda endi minus 1 taqsim 2. Suratiga 1 ni qo'shib 1 ni ayiramiz. Yarimda qilamiz. Ko'paytirib x kvadrat nagarga chiqib ketadi. Ya'ni mayli buni alohida olib hisoblaylik. Mana shu integralni demak integral x kvadrat plus 1 zamlasini dx deylik. Agar 1 ni qo'shaman va ayiraman, ishlasangiz o'zgarmaydi, to'g'rimi? Demak, mana buni bitta qilib olsak, nima bo'ladi bu? X kvadrat x 1 bo'ladi, integral dx ekan, minus integral dx taqsim x kvadrat plus 1. Va birinchisi x ga teng, ikkinchisi esa arctangensga teng ekan. Arctangens x bo'ladi. Demak, endi javobimiz olsak bo'ladi. Mana bu integralni o'rniga yozamiz. Buni o'zi keladi. Demak, barobar x hop, demak x kvadrat taqsim 2 barobar bilan bu ko'paytirilgan arctangens x arctangens degan minus nima bo'lyapti? Mana 1 taqsim 2 bor, minus 1 taqsim 2 bilan ko'paysa mana bu ishora bilan demak minus 1 taqsim 2 mana turibdimi? Buning ichida nima bo'ladi endi? Integral demak x minus arctangens x ekan. Ochib chiqsak nima bo'ladi? Окончательный javobi yozamiz. X kvadrat taqsim 2 arctangens x minus 1 taqsim 2 x taqsim 2 xudo qolsin.